Bu hadis İmom Termiziydan Abu Umoma roziyallohu anhudan. Olimning obiddan afzalligi xuddi mening sizning eng kichigingizdan afzalligimga o'xshaydi. Qaytaraman. Olimning obiddan afzalligi, olim odammi, ilmsiz odamdan afzalligi xuddi mening, deyapti Rasululloh, va sizning eng kichigingizdan afzalligimga o'xshaydi. Payg'ambarimizning eng kichkina sahobasi bilan Rasulullohning o'rtasida qancha katta bir farq bor. Olim odam bilan obid odam o'rtasida shunday farq bor dedi. Alloh maqtayapti ilmli odamni. Payg'ambar maqtayapti ilmli odamni. Farzandlarimiz ilmli bo'lishi kerak, undaylik birodarlar. Kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishini namozdan tashqari vaqtda masjidda o'tirganligini ko'rdi. Nima qilyapsiz bu yerda dedi. Hali odam namoz o'qiyapman dedi. Farz namozdan boshqa payt. Rasululloh qoningizni kim boqadi sizga dedi. Akam dedi. Aka sizdan ko'ra ibodatliroq ekan dedi. Qoningizni kim boqadi desa akam dedi. Aka sizdan ko'ra ibodatliroq ekan deyapti. Bu dunyoga chiqib kasbkor, tirikchilik qilishlikka targ'ib bo'lsa, keyingi rivoyatda eshiting. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zini sherigidan kelib shikoyat qildi. U bilan tijoratdamidi, bir mehnatdan bir sherik edi, ammo ilm talabida edi. Payg'ambarimiz shikoyat qilganga qarab, ya'ni men do'konda turaveraman yoki men eshitib qilaveraman, u kitobni ushlab o'tiraveradi, yo darsga deb ketib qolaveradi, yo Qur'on ushlab o'tiraveradi. Men ko'proq ishlayapman sherigimdan ko'ra deganida payg'ambarimiz unga siz undan ibodatliroq ekansiz demadi. Nima dedi? Ehtimol sizga kelayotgan rizq u tufayli bo'layotgandir dedi. Tushunarlimi? Ehtimol sizga kelayotgan rizq o'sha tufaylidir dedi. Ilm yo'lida yurgan odam bo'lganligi uchun.